tushunishga yordam beradigan qiziqarli maslahatlar berardi. Hamza dono o'gitlarni shu qadar sodda so'zlar bilan tushuntirardiki, yosh bola bo'lishimga qaramay darhol anglab olardim. Lekin ulg'ayibgina shu darslar qanchalik muhim ekanligini tushunib yetdim. Hech qachon birovning qo'liga qarab qolma o'g'lim. Bandasi doim minnat qiladi. Allohdan so'ra. Faqatgina o'zi beminnat yordam ko'rsatadi. Buyumlardan foydalan, insonlardan emas. İnsonlarni sev, buyumlarni emas. Boshingni juda tepaga ko'tarib yuborma. Oyog'ing ostidagi narsalarni payqamay qolasan. Boshingni juda egib ham yuborma. Boshingga chiqib olishganini sezmay qolasan. Aqlli odam qaysi payt ahmoqdek ko'rinish kerakligini biladi. Och qorin bilan bozorga tushma. Bo'ydoqlik ko'zi bilan o'zingga xotin izlama. Zokirning Tohir haqida aytgan gaplari bizga Tohirdan ko'ra Zokir haqida ko'proq ma'lumot beradi. O'zingni himoya qilishni o'rganib ol. Dunyoda yomon odamlar ko'p. Kuchli bo'l, lekin qo'pol bo'lma. Kamtar bo'l, lekin qat'iyatsiz bo'lma. G'ururli bo'l, lekin takabbur bo'lma. Xotinlardek yasanib, o'zingni ko'z-ko'z qilma, baland gapirma va baland kulma. Odamlar ichida sendan so'ralmaguncha gapirma, maslahat ham berma. Fikring qiziq bo'lganida sendan so'rashgan bo'lar edi. Vaqt kabi bo'l, pulga sotilma. Ketsang qaytib kelma. Hech qachon hech kimni majburlama. Hech kimga yalinma va ta'qib qilma. Seni sevgan insonning ketish uchun mingta sababi bo'lsa ham, qolish uchun bitta sabab topa oladi. O'tmishda qilgan xatolaring uchun o'zingni ko'p koyima. Hozir sen boshqa insonsan. Hech kimga keragidan ortiq ishonch bildirma. Qorong'uda qolsang, hatto soyang ham seni tark etadi. E'tiborga emas, hurmatga sazovor bo'lishga intil. Haqiqiy erkak ko'p ishlarni bajaradi, lekin bu haqida gapirmaydi. Savob qiladi, lekin maqtanmaydi. Chunki u amallar so'zlardan ko'ra muhimroq ekanligini biladi. Pul ko'paygani sari erkak kiyinar, ayol yechinar ekan. Har qanday holatda ham harom luqmadan yiroq bo'lgin. Harom topilgan mol faqatgina kasallikka, bebaraka yerlarga va insonni yomon kunlarga sarf bo'ladi. Noto'g'ri fikr uni ko'pchilik ma'qullagani uchun to'g'ri bo'lib qolmaydi. Men qilgan eng to'g'ri ish bu hayotim haqida boshqalarga gapirishni to'xtatganimdir.
hech bir harakat qilmay muvaffaqiyatga erishish istagi urug' sepilmagan tuproqdan hosil olish umidiga o'xshaydi. O'z baxting uchun o'zing javobgarsan. Boshqalar seni baxtli qilishga majbur emas. Odamlar seni gapirgan gaplaringni ham, qilgan ishlaringni ham unutishadi. Ammo ular sen tufayli his qilgan tuyg'ularni hech qachon unutishmaydi. Nimanidir orzu qila olsang, demak buni amalga oshira olishga ham kuching yetadi. Ba'zida eng yaxshisiga erishish uchun eng yomonidan o'tishga to'g'ri keladi. Senga zarba bergan har qanday kishi ham dushmaning emas va senga yordam bergan har qanday kishi ham do'sting emas. Tez yurishni istasang, yolg'iz yur. Uzoqqa yurishni istasang, sherik bilan yur. Haqiqat har doim ham chiroyli emas va chiroyli so'zlarning barchasi ham haqiqat emas. Ba'zi narsalar borki, ularni bilish foyda keltirmaydi, bilmaslik esa zarar keltirmaydi. Nodonlar davrasida kar bo'l, donolar davrasida soqov bo'l.